Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizni 53-betdan davom etamiz. Tamarinun mashqlar. Iqro va kutub. O'qing va yozing. Man fi hadal bayti. Bu uyda kim bor? Fihi Hamidun. Unda, ya'ni unda murod uyda. Uyda Hamid bor. Va madha fil haqibati? Sumkada nima bor? Fiha kitabi va qalami va daftari. Unda, ya'ni sumka muannas bo'lgani uchun oxirida toy marbutasi bor. Fiha deb ha qo'shimchasi. U degan so'zni muannas shakliga keltirildi. Unda, uning ichida kitobim, qalamim va daftarim bor. Demak, mana so'zlarni ketma-ket keltirilganda barchasida va deb so'zlar bilan qo'llanadi. Man fis sayyarati, mashinada kim bor? Fiha abi va ummi va akhi va ukhti. Unda otam, onam, akam va opam bor. Man fil masjidil jami'atil al-ana. Man fil masjidil jami'atil ana. Hozir universitet masjidida kim bor? Ma fihi ahadun. Unda hech kim yo'q. Shu yerda ahadun o'sha manfiy so'z bo'lib kelganda hech kim deb ma'no beriladi. Ya'ni may bu yerda manfiy qilguvchi so'z bor. Shuning uchun ahadun o'zi bitta degani ma bilan kelsa hech kim degan ma'noda ishlatiladi. Man fi hadhihi al-ghurfati, bu xonada kim bor? Fi hal mudiru. Unda mudir bor, ya'ni direktor bor. Demak, g'urfa muannas bo'lgani uchun fi ha deb ha qo'shimchasi qo'shildi. Iqro, o'qing. Uhibbu abi va ummi. Otam va onamni yaxshi ko'raman. Uhibbu akhi va ukhti. Akam va opamni yaxshi ko'raman. Uhibbu xoli va ammi. Qaranglar, xolun so'zi o'zbek tilidagi xola so'zi bilan o'zagi bitta, faqat bu xolun tog'a degani. Xolatun oxirida muannaslik techasi bo'lsa, unda xola bo'ladi. Demak, bu tog'a. Ammun so'zi ham o'sha amaki so'zi hisoblanadi. Ammatun oxirida toy marbutasi bo'lsa, amma bo'lardi. Demak, bu amaki. Uhibbu ustazi. Ustozimni yaxshi ko'raman. Uhibbu lughatal arabiyyata. Arab tilini yaxshi ko'raman. Demak, uhibbu fe'li yaxshi ko'raman degan fe'li, demak, hozirgi va kelasi zamondagi fe'l hisoblanadi. Demak, bu fe'llarni ham shakllarini hali keyingi darslarda o'rganamiz. Mana shu yergacha o'qiganlarimizda yaxshilab o'qib o'zlashtirib oling.